odamlarni turli joylarga qarab ajratishda eng katta yo'l qo'yiladigan xatolardan biri biror hudud, viloyatlarda shunday ajratishadiki, ya'ni qandaydir, ya'ni o'sha общий odamlarni aytishda o'sha joyda umumiy odamlarga urg'u berib aytishadi. Sababi farqlash tushunchasi pastroqligida. Chunki bitta joyda, bitta viloyatda общий hamma odam bir xil juda yaxshi yoki juda yomon bo'lish ehtimoli past. Chunki qanchadir qism anchagina yaxshi, qanchadir qismi yomonlari ham uchrashi mumkin. Shuning uchun joyda yoki viloyatda yaxshi yoki juda yomoni bo'lmaydi-yu, lekin odamlarning turli xillari bo'lishi mumkin. Keyin bu gapirib turgan odamni o'ziga ham bog'liq. Sababi u odam ko'proq biror joyda aytganda kimlarga ko'proq urg'u berib gapirishiga ham bog'liq.